Assalomu alaykum, hurmatli tug'anlar, hurmatli жылқы suyuvchilar, bordingizlarga assalomu alaykum. Bugungi chiqarilish do'stlar, Jag'in ovqatdagi ot bozoriga kelib qoldik. Sizlarga ot bozorida ko'rsatib beraylik. Bugungi chilo 1-dekabr do'stlar. Qancha berib qo'ydingiz aka? Bu yerda yo'q bu. Bak qanchada ot turam mana. Bu kuchtuzi qancha oldi? 75. 70 mi sondan ekan? Paradas qanday qiladilardi shunda? Bir şey keldi bularga. Topaga javob qilaylik. O'rnab olsam Gaz qanchada otasizmi? 130 ming. Paradas qanday qilasiz onda? Bishkekga. Qancha jasa oldi hozir? 6 ekan. Qanchada olib turar? Mana sen ha? Ya qanchada otasan buni? To'qsir. Canası yok ha? Ya bu Rusya aka. Qanchada otasiz buni? 200 ming kalma. Ne bozar? Ya bu do'sti aka. Jo'xshatgan ham nola. Ya uloqqa kirdi aka bu? Ha, kiradi. Kiradi. Yuzga qo'yilib bo'lsa kerak a. Bering ham minib ber. Telefon nomerini aytib qo'yingmi? 51 bilan 60 48 48. Aka. Qancha dedi? Jag'osi ekan bularga. Uloqqa kirdi ekan. Yarım. Mo'g'irsan ot joqish kerak. Do'stlar, ko'ringizlar, ot joqqan bo'lsa cholingizlar. Kuchli otlar bor ekan. Assalomu alaykum. Palvon aka qandaysiz? Yaxshimi? Ya qanchada otasiz buni? Buni 200 ming. 200 ming ha? Jash qanday qiladi aka? Poltarashka. Poltarashkami? Mingi bo'ldakmi? Yo'q, ming. Em bo'ladi ekan ha. Qancha kami bo'ladi sizga? Bor Ozmoz ha. 200 ming kam bo'ladi. Qora bayroq sheta? Ha, shu tutaydi. Hey! Qora bayroq ekan do'stlar. Sen qanchada otasizmi buni? 120 ming. Mana aka 120 ming so'mda otadi ekan. Aka do'stlar, kuchlilar keldi. 200 ming kam bor ekan mana shu lot. Tapmaylar qo'y, tapmaymiz do'stlar. Nomerini berganda nolaz, bermaganda nolmaymiz. Hozir narxotlarda so'rab bering sizlarga. Qanchadan da otadi? Egasi keladi, egasi cho'q ekan. Bu qo'yda kaç qo'y? 53 ming. Bevica Qunon bu. Qunon ekan bunaga. 53 ming berib qo'yibdir. Qancha? 115. 115 ming berib aytadi. 115 ming. Rossiya o'xshaydi? Rossiya. Rossiyaga managa. Jo'xshatgan-a? Bo'yidagi. Aka do'stlar, o'shul poltarashka ekan 115 mingga berib aytadi. Taqos qo'g'ildir. Qanchada otasiz ekan buni? Qancha? 110 ming kam bor ekan. 150 ming so'm. Bu parada qanday, jashi qanday aka? Qorabayir. Qorabayir. Neler var bunda aka?
Hamma yog'i bor, ha? İşi var, uyuru var. To'g'ri. Telefon qoldirib qo'yiladi, ha? Aytib qo'yingda. 53 bilan. Aha. 47 Aha. 0041. 31 aylantirib qo'ying. Ko'ringizlar. Temir ko'rgan. Siz qanchada otasiz? Bilanku. Aka jarımda var aka jarımda var. 25 so'm berdim ağa. Sen familiyamdan To'g'ri. Aka gortaş paydı. Kallası yasar. Yaxshi beribsiz aka. Toylar qanchada otasiz aka? Qaysi kerak? 70 ming. Jash qanday qo'yasizda? 150 mi? 150 aka. Bu qaysi kerak? Do'stlik degan kanal. Do'stlik. Azam ekanmi do'st? 70 ming. Telefon aytdim. 0700 Aha. 45 87 21. 100 ming. 100 ming so'm ekan. Poltorashga o'xshaydi. Siz qanchada otasiz aka? 60 ming. 60 ming otadi ekan. Qanchada otasiz bularda? Pulini ayting. 70 dan deyapman. 70 mingdan, ha? O'zida mesni o'xshaydi. Mesli. Jashida poltorashga oladi. Poltorashga. Poltorashga. Mana aka, ko'ringizlar. Telefon qoldirib qo'yiladi-da. Aytinglar telefonni. 554 bilan 43 01 68. Mana aka. Toylar ko'ringizlar. Poltorashga toylar ekan. Danchak ekan. Danchak ekan do'stlar. Qancha berib qo'yibdilar bular? 120 ming berib qo'ydi. Deytadi. 120 ming dotadi ekan aka. Ya qancha berib qo'ydingiz aka? Sir bo'lsa. Ha? 80 ga jetilib bizlar. Ya, Musa o'nda sotadi. 80 da sotadi. Yapon berdi deb qo'ydi. Josh dachan ekan, ha? Josh sotib o'g'layapmi? Ha. Boğaz erkek mi gene? Boğaz öyle. Boğaz. Jetilib mi? 80 ming so'm berdi. 1000 so'm kam. Yurakka qarab aytadi. Sululuğuna qarab birlashtirib ko'rmoqchi. Oltuna yaqinda esa yaxshi-ku. Assalomu alaykum, tuzuksiz ish boshlandi aka. Analar 2,5 ming 200. 6,5 ming so'm. 200 ekan bu. Juqachağı 2 ming so'm. Lan qolgan fabrikning 200 dan tegilganda 3 ming so'mdan. Bardi 3 ming so'mdan. 3 ming so'mdan. Kam kerak, Kam to'la. Arzon. Jugandarchi jugandar. Jugandar 800 so'm, 1000 so'm, 1,5. Map toyga bor 400. Qayış jugan 2,5. To'xtalar 350 so'mdan. Narxini olchi, men deb qo'ydida narxini. To'shak to'qimlar. Ha, to'qimlar. To'qimlar mollar 450. Bunalar 650. Ostidagi to'qimlar 800 dan. 800 dan. Mana. Bu qimmatroq-ku, nega qimmatroq bu? Material yaxshi o'zi. Materialdagi yaxshi plyus. Buna otqa bunda yeyilib, danaga qarab yeyilgan. Yeme to'qim. O'zi yeyilib turadi ekanda bunday sog'oningizda. Ishlari bunda fabrikniy 200 dan tegilgan. Mana. Ko'ringizlar do'stlar. Zakaz bersa-da tigib berasiz-da? Zakaz bersa tegib beramiz. Telefonni aytib qo'yasan-da. 0770 Aha. 42 02 40. Shu nomerga chalingizlar. Postoyni bozorda bo'lsangiz, ha? Postoy bozorda. Mana aka. Ko'ringizlar, jon ovqatdagi do'stlar,
Ot bozorda жүрөбүz негизи. Бүгүн 1-dekabr. Beni 100 ming deb atasiz. Aka. Bo'g'oz bo'llak bo'lsa kerak, ha? Bo'lib kelgan joylar. Bo'lib kelgan, ha? Yoshi qanchada shunda? 3 yosh. 3 yosh. Ular duka 35 mingdan. Mana aka. Bozor so'radi, qancha so'radi? Qancha so'rab qoldi? Жақсы so'raylik, ha? Qanchadan sotdi uydagilar? 30 dan berdimi? Ha, yaxshi. Mana qancha dadasin do'stim? 50 ming ham bor 50 ming so'm. Qora bayroq sheta? Do, qori. Qora bayroq yana. 1 mingga yo'q. 31 ming berdi mana aka. Yo'q. Sen qaysi kanal? Biz do'stu aka. Men tartibla qo'ychi, mayli. Bo'ldi do'stim, sen tortishib aka. Qancha berib qo'ydi? 90 ming so'm berdi. Mana aka do'stlar. 90 ming berdingiz aka. Mana aka bog' bo'ldi. Real bog'lar ko'ringizlar. Poltarashga o'xshaydi, ha? Yo'q. Ishini yaxshi turadi. 3 yashar o'qilar ekan, ha? Qancha ketdi aka? 90 mingga ketdi mana aka. 91 ming. 91 ming so'm ekan. Ha, ular olmaydi oldi sen. Skor boshlab kel. Do'stlar bo'ldi 2 yashar ekan. Va qanchada o'tdi?